Ushbu loyiha Biznesni rivojlantirish banki hamkorligida Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Ipak yo'li MFE 2679-sonli konturida amalga oshirilmoqda. Bu yerda maydoni 10 gektar yerga jambil ko'kat mahsulotlari ekilgan. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqqan. Ekinlarni yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirishda jarayonda sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 25 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jalik uchun o'rtacha 40 sotikdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Sarqamish intensiv bog'lari fermer xo'jaligi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 3 tonna, jami 30 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaliklar daromadini oshirish niyatidamiz.